Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan NatPlus kapelnitsasi haqida ma'lumot berib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarni, ayniqsa YouTube, Instagramni kuzatayotgan bo'lsangiz, Abror Muxtor Ali domlamiz NatPlus ya'ni kapelnitsasi haqida gapirib chiqqanlar. Do'stlar, ushbu videoda siz NatPlus kapelnitsasi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. U o'zi nima vazifa bajaradi, qayerda bo'ladi, biz nimaga bu inyeksiyani qabul qilishimiz kerak yoki qilmasligimiz kerak, ya'ni qabul qilinadigan holatlar yoki qilinmaydigan holatlar haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Do'stlar, bir narsani aytish joizki, demak ushbu dori vositani endi domlamiz aytishlari bo'yicha litsenziyani Jasmin degan inson olib kelgan ekan, ya'ni O'zbekistonga. Endi Jasmin degan inson kimligini bilmayman. Ushbu insonni taniganlar kommentariyaga yozib qoldiring. Do'stlar, demak ushbu NatPlus dori vositasini sizlarga hozir farmakologik xususiyatini batafsil tushuntirib beraman. Do'stlar, o'zi nat degan narsa bu qisqartma so'z bo'lib, uni ochadigan bo'lsak, demak nikotin amid adenin dinukleotid hisoblanadi. U o'zi organizmda bo'ladi. Demak do'stlar, tushundingizmi? Bu moddamiz bu organizmda bo'ladi, har doim bo'ladi. Lekin u 30-35 yoshdan keyin kamaya boshlaydi. Tushundingizmi? Demak do'stlar, ushbu NatPlus organizmda koferment, ya'ni vazifasini bajaradi. Bu degani fermentlar, ya'ni faoliyatini boshqaruvchi, ya'ni modda bo'lib, barcha tirik organizmda do'stlar, ya'ni hujayralarda bo'lib, u asosan vitamin demak B3 ya'ni asosida hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Siz bu dori vositani do'stlar uzoqdan, ya'ni qimmat, ya'ni adashmasam bu chet eldan keladi. Qimmat, ya'ni pullarga sotib olishingiz shart emas. Videoni agar oxirigacha kuzatadigan bo'lsangiz, ushbu ya'ni NatPlus ya'ni vitamin B3 ya'ni tarkibli oddiy o'zimiz har kun yeydigan mahsulotlarni aytib o'taman. Do'stlar, tushundingizmi? Uni qimmat pulga sotib olib, ya'ni nima qilib o'tirishingiz shart emas. Tushundingizmi? Endi do'stlar, ushbu dori vositani demak xususiyatlari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, aytdikki do'stlar, nat har bir yana hujayramizda bo'ladi. Hozir do'stlar, mana hujayramiz do'stlar mana shunday, masalan, taxminan faraz eting shunday shaklda bo'lsa, demak uni ichida komponentlar bo'ladi. Demak, komponentlar, masalan, yadrosi bor, mitoxondriyasi bor yoki boshqa komplekslar borda, masalan, sitoplazmasi bor. Tushundingizmi do'stlar? Demak, mana shu yerda, ya'ni nat juda ham ya'ni muhim funksiyani bajaradi. Demak, mitoxondriya degan organimiz bor-ku, demak o'zi organizmda mitoxondriya energiya ishlab chiqarish, ya'ni vazifasini ya'ni bajaradigan hujayraning eng muhim, ya'ni tuzilmasi hisoblanadi. Demak, mana shu NatPlus demak mitoxondriyaga ta'sir etib, energiyani, ya'ni ATF ishlab chiqarilishini oshiradi. ATF degani bu energiya do'stlar. Masalan, qandaydir ya'ni ish qilmoqchimiz yoki boshqa narsa. Demak, bu biz uchun kerak. Bundan tashqari mana hujayrani yadrosini oladigan bo'lsak do'stlar, hujayrani yadrosida do'stlar DNK bo'ladi. Mana shu DNKni qayta tiklanishida muhim rol o'ynaydi. Demak, ushbu NatPlus. Bu dorini aytmayapman do'stlar, men umuman olganda hujayramizda kechayotgan, ya'ni mikroskopik, ya'ni biologik kechayotgan jarayon haqida gapiryapman. Bu dori esa bu tashqi muhitdan, ya'ni sun'iy tarzda tayyorlangan modda hisoblanadi. Tushunyapsizmi do'stlar? Tushunayotgan bo'lsangiz kommentariyaga tushunyapmiz deb ya'ni yozib qoldiring va o'zingizda qandaydir savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Do'stlar, endi qaranglar. Bundan tashqari asab to'qimalarida neyroproteksiyani, ya'ni asab ya'ni himoyasini do'stlar ta'minlaydi. Ushbu ya'ni nat degan ya'ni organizmdagi modda. Endi do'stlar, mana mitoxondriyani aytdik. Demak, mitoxondriyada do'stlar glyukoza va yog'lardan mana shu energiyani hosil qiladi. Bundan tashqari DNK haqida gapirdik do'stlar. Mana shu o'zining ya'ni fermentlari, ya'ni bilan mana shu DNKni ya'ni shikastlanishlarini ya'ni oldini oladi va shikastlangan DNKni qayta ya'ni reparatsiyasi tiklanishda muhim rol o'ynaydi va qarishni sekinlashtiradi do'stlar.
Ya'ni struin deb nomlangan do'stlar qarishga qarshi, ya'ni fermentlar faqat NAD+ ishtirokida, ya'ni faol bo'ladi. Ya'ni aktivlashadi. Tushundingizmi? Demak, struin degan do'stlar modda NAD+, ya'ni oqibatda, ya'ni natijasida faollashadi va qarishni, ya'ni sekinlashtiradi. Do'stlar, siz ushbu dori vositani qimmat pulga, ya'ni sotib olmasdan tabiiy, ya'ni mahsulotlardan foydalanishingiz mumkin. Yana bir bor aytaman, videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Tushundingizmi? Demak, NAD+, demak, mana shu struin degan moddani do'stlar faollashtiradi, u esa qarishni sekinlashtiradi. Endi do'stlar, mana shu NAD+ organizmda, ya'ni hujayralarimizda kamayib ketishiga olib keluvchi sabablar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak do'stlar, yosh o'tishi bilan organizmda NAD+, demak kofermentimiz kamayib ketadi. Ya'ni 30 yoshdan keyin ushbu yildan yilga kamayib boradi. 60 yoshga kelib esa 50% dan, ya'ni ko'proqqa tushar ekan. Buning sababi asosan do'stlar sitruin, ya'ni o'sha moddasi NAD+ ni ko'p iste'mol qilishi ekan. Demak, bilamizki, struin degan, ya'ni modda do'stlar qarishni sekinlashtiradi. Qarigandan keyin do'stlar organizm o'zini yosh saqlash uchun, demak, mana shu NAD+, ya'ni ko'proq iste'mol qiladi. Natijada endi 60 yoshli insonni ko'rsangiz, ya'ni qariganlik, ya'ni belgilari paydo bo'lgan. Endi do'stlar, bundan tashqari mana shu NAD+ ni organizmda, ya'ni kamayib ketishiga asosiy, ya'ni sabab doimiy, ya'ni stress hisoblanadi. Stressda yuradigan insonlar bormi? Kommentariyga yozib qoldiring. Demak, stress, ya'ni holatda do'stlar organizmda kortizol gormoni ko'payib ketadi. Bu esa energiya, ya'ni sarfini oshiradi. Demak, mana shu do'stlar, sizda stress, ya'ni bo'ladigan bo'lsa, ya'ni organizm, ya'ni hujayralardagi NAD+ do'stlar zaxiralari o'shani, ya'ni stressni yengishga, ya'ni sarflanadi. Ya'ni NAD+ do'stlar nima edi? Energiya edi. Demak, mana shu stressingizni, ya'ni yengishga sarflanadi. Masalan oladigan bo'lsak do'stlar, siz uzoq vaqt stressda yura olmaysiz-ku, to'g'rimi? Masalan oladigan bo'lsak, ta'ziya bo'ldi. Siz masalan o'lgan insonni eslasangiz uzog'i bilan bir hafta eslarsiz. Keyin do'stlar, ya'ni esdan chiqa boshlaydi, ya'ni energiyani to'play boshlaysiz. Bu mana shu NAD+ zaxiralari hisobiga ro'y beradi. Bundan tashqari do'stlar, noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri agar ovqatlanadigan bo'lsangiz, bu ham do'stlar NAD+ ni, ya'ni kamayishiga olib keladi. Masalan, shakar, yarim tayyor mahsulotlar, roltonlar yoki zararli yog'lar, mana shu organizmdagi NAD+ ni ishlab chiqarishni do'stlar, ya'ni sekinlashtiradi. Ya'ni mana shu vitamin B3 bor-ku do'stlar, ya'ni NAD+ ni, ya'ni hosil etadigan. Demak, mana shular ham, mana bu narsalarni yesangiz kam tushadi. Tushundingizmi? Endi do'stlar, bundan tashqari harakatsizlik, ya'ni jismoniy faollikning yetishmasligi, demak, mana shu NAD+ ni ishlab chiqarilishini kamaytiradi. Ya'ni tushundingizmi? Shuning uchun sport bilan shug'ullaning. Bundan tashqari spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qiladigan insonlar, demak, alkogol mahsulotlari do'stlar jigarni ortiqcha yuk, ya'ni nagruzkaga olib keladi va natijada NAD+ demak ko'p miqdorda, ya'ni ishlatilishiga, ya'ni sabab bo'ladi. Tushundingizmi? Shuning uchun do'stlar alkogoldan voz kechish kerak. Bundan tashqari uyqusizlik holati do'stlar. Demak, to'liq uyquda do'stlar mitoxondriyal o'sha faoliyat NAD+ regeneratsiyasi uchun, ya'ni zarur hisoblanadi. Uyqusizlik natijasida NAD+ ya'ni sintezi sekinlashadi. Demak do'stlar, aytadigan bo'lsak, sabablar juda ham ko'p mana shu NAD+ ni, ya'ni kamayib ketishiga. Bundan tashqari surunkali, ya'ni kasalliklar, qandsiz diabet, semizlik, yurak qon tomir, jigar yoki buyrak yetishmovchiligi ham kamayishiga olib keladi. Endi do'stlar, ushbu dori vosita haqida endi ma'lumot berib o'taylik. Siz umumiy, ya'ni qisqacha NAD+ nima ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz. Endi biz dori vositaga nimaga bu qo'llanilishi haqida endi bilib olaylik. Do'stlar, birinchi navbatda nimaga qo'llanilmasligi haqida bilib olaylik. Demak, NAD+ kapelnitsasi kimlarga qo'llash mumkin emas? Demak, birinchi navbatda do'stlar, allergik, ya'ni reaksiyasi bo'lgan insonlarga qo'llash tavsiya etilmaydi. Ya'ni mana shu NAD+ dori vositasini NAD+ ga allergik, ya'ni reaksiyasi bo'lsa yoki boshqa dori vositalariga, ya'ni ichidagi komponentlariga allergik, ya'ni reaksiyasi bo'lsa, qo'llash tavsiya etilmaydi. Agar qo'llasangiz anafilaktik shok berishi mumkin. O'zi bu juda kuchli dori do'stlar, bu NAD+. Bundan tashqari og'ir yurak yetishmovchiligida,
ya'ni qo'llash tavsiya etilmaydi. Agarda mana shu NAT+ qo'llaydigan bo'lsangiz, demak yurak ritmi biroz ya'ni tezlashib, ya'ni ketishi va yuragi zaif bemorlarda yurakning ya'ni zo'riqishi yoki kuchli aritmiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari qon bosimi past bo'lganlarga ham qo'llash tavsiya etilmaydi. Demak, mana shu NAT+ do'stlar qon tomirlarini kengaytirishi mumkin ekan. Bu esa bosimni yanada tushirib yuborishi mumkin. Bundan tashqari do'stlar, tana harorati baland bo'lganlar, ya'ni isitma bilan ya'ni kasallangan insonlarda ham qo'llash tavsiya etilmaydi. Ya'ni harorat holatda do'stlar mana shu NAT+ ya'ni qabul qilish immun javobni kuchaytirib, holatni yomonlashtirishi mumkin. Bundan tashqari do'stlar, homilador va emizikli ayollarda qo'llash tavsiya etilmaydi. Demak, NAT+ kapelnitsasini do'stlar homiladorlik va laktatsiya davrida xavfsizlik do'stlar klinik isbotlanmagan, tushundingizmi? Shu uchun qo'llash tavsiya etilmaydi. Agarda qo'llash tavsiya etiladigan bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashishingiz kerak. Agarda sizga shu oxirgi chora bo'lsa, tushunyapsizmi? Bundan tashqari buyrak va jigar faoliyatining og'ir buzilishlarida demak ushbu dori vositani qo'llash tavsiya etilmaydi. Sababi ushbu holatda NAT+ do'stlar metabolizmi va chiqarilishi buziladi. Organizmdan to'planib, toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari onkologik kasalliklar, buni boshqacha aytadigan bo'lsak, do'stlar, rak kasalliklarida qo'llash tavsiya etilmaydi, faol shakllarda. Demak, mana shu NAT+ hujayra metabolizmini kuchaytirib, bu esa ayrim o'smalarni o'sishini tezlashtirishi mumkin va bu esa onkologik bemorlarda juda og'ir holatga olib kelishi mumkin. Bilamizki do'stlar, mana onkologiyada rak hujayrasi bor. Demak, rak hujayrasi do'stlar, o'zi normada bitta hujayrada bitta yadro bo'lishi kerak. Demak, rak hujayrasida esa do'stlar bir nechta o'nlab yadrolar bo'ladi hujayraning ichida do'stlar, va ular mislsiz ravishda tezda ko'payib ketadi. Demak, mana shu ko'payib ketgandan keyin tarqaladi. Biz tarqalishini ana shu fanda metastaz deymiz. Do'stlar, metastaz degani, aytib o'taymi? Agar sizlarga qiziq bo'lsa, aytaman shuni. Demak, metastaz degani, masalan, bitta organ va bitta organ. Demak, mana bu organda rak kechayotgan bo'lsa, rak bo'layotgan bo'lsa, mana bu organga o'tishi, tarqalishi metastaz deyiladi. U 3 xil yo'l bilan tarqaladi. Birinchisi do'stlar kontakt yo'l, ikkinchisi gematogen yo'l va uchinchisi esa limfogen yo'l. Do'stlar, kontakt yo'l, masalan, shu organ mana bu organga tegib turgan bo'lsa, kontakti bo'lsa, demak shunga o'tadi. Ikkinchi yo'l gematogen yo'l, do'stlar, mana gematogen. Demak, mana bu organdagi qon tomirlar do'stlar, bu organ bilan qon tomir bilan bog'langan va mana shu qon orqali o'tadi. Uchinchisi limfa bo'lsa do'stlar, buni limfasi buning limfa qon tomirlari orqali o'tadi, ikkinchi organga o'tishi mumkin. Tushundingizmi? Bu rak hujayrasining tarqalishi edi. Agarda ushbu rak hujayrasi, onkologiya temalari sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz ushbu mavzu bo'yicha ham o'zimizni bilimlarimizni ulashishimiz mumkin. Endi do'stlar, NAT+ dori vositasini, kapelnitsasini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlarni bildingiz. Tushundingizmi? Endi qo'llash mumkin bo'lgan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman do'stlar. Demak, NAT+ qachon kimlarga qo'llaniladi? Demak, NAT+ do'stlar, nikotin amid adenin dinukleotid, yana qaytib aytaman, bu hujayralarda energiya ishlab chiqarilishini, dengani qayta tiklanishini va uning himoyasini ta'minlovchi koferment hisoblanadi. Demak do'stlar, ushbu dori vositamiz keksalarda energiya va xotirani tiklash uchun, sportchilarda o'sha tiklashni, o'sha energiyasini tezda tiklanishini tezlashtirish uchun va stress va charchoqdan aziyat chekayotgan insonlar, depressiya yoki diqqat yetishmovchiligi bilan og'riganlar, yoki bo'lmasam do'stlar, yallig'lanishli kasalligi bilan uzoq vaqtdan beri og'riganlar, yoki alkogol va dori natijasida jigarda do'stlar buzilishlar bo'ladigan bo'lsa, o'shani detoks bosqichida qo'llash tavsiya etiladi. Tushundingizmi? Demak do'stlar, ushbu dori vosita shunday xususiyatlarga ega. Biz do'stlar buning farmakologik xususiyatini aytishimiz kerak. Demak, u jasmin olib keladimi, boshqa olib keladimi do'stlar? Boshqa inson olib kelishini masalan tavsiya bergan bo'lar edik. Demak do'stlar, NAT+ kapelnitsasi endi qanday yuboriladi? Shu haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Qabul qilish usuli. Demak do'stlar,
Ushbu dori vositamiz intravenoz, ya'ni vena ichiga tomchilatib yuboriladi. Demak, qanday yuboriladi do'stlar? Demak, birinchi navbatda bemorda tepada qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida aytib o'tdim do'stlar. O'shalar bormi yoki yo'qmi aniqlanadi. Tushundingizmi? U aniqlangandan keyin, ya'ni bemorning umumiy ahvoli, qon bosimi, yurak urishi, anamnezi polni tekshirilishi kerak. Chunki bu kuchli dori. Allergik reaksiya berib qolishi mumkin. Demak, ya'ni qarshi ko'rsatmasi, ya'ni yo'qligi aniqlanadi. Demak, do'stlar, buni o'tkazish uchun ya'ni kerakli dori vositalar, demak, bu shu natpilus o'zini, ya'ni kapelniz inyeksiyasi va natriy xloridning, ya'ni 0.9 ya'ni foizli fiziologik, ya'ni eritmasi hisoblanadi. Tushundingizmi? Va bundan tashqari o'sha antiseptik bint, o'sha yelimli tasma leykoplaster kerak. Tushundingizmi? Va bundan tashqari o'sha arterial bosimni va pulsni yana tekshirib turish uchun do'stlar puls oksimetr kerak. Demak, mana shular hammasi bo'lsa, keyin ushbu dori vositani qo'llashga bo'ladi. Demak, chunki kuchli dori vosita uzoq vaqt o'tadi. O'zi bitta kapelnisani, ya'ni o'tishi uchun ko'p bo'lsa 10-15 minut ya'ni ketadi. Lekin bu dori vositamiz do'stlar 10-15 minutda emas, 1-2 soat davomida juda sekin tomchilatib, ya'ni yuboriladi. Demak do'stlar, demak mana shu eritmani tayyorlash uchun, demak mana shu natpilus, endi buni vrach yana qo'llaydi do'stlar. Buni o'z boshimchalik bilan uyda yana qo'llab bo'lmaydi. Yana bir narsani aytib o'tishim lozim. Demak, ushbu dori vositani o'z boshimchalik bilan yana qo'llash tavsiya etilmaydi. Demak, buni agarda sizdagi ya'ni energiyasizlik yoki boshqa stressli vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, demak nevropatolog, ya'ni shifokor qo'llashi lozim. Tushundingizmi? O'z boshimchalik bilan qo'llash tavsiya etilmaydi. Agarda siz qo'llaydigan bo'lsangiz, tepadagi, ya'ni qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar paydo bo'ladigan bo'lsa, sizda og'ir asoratlar rivojlanishi mumkin. Hozirgi, ya'ni ushbu videomizda siz natpilus dori vositasi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lyapsiz. Tushundingizmi? Biz sizga qo'llang yoki qo'llamang demaymiz. Qo'llaydigan bo'lsangiz, demak shifokor, nevropatolog, ya'ni qo'llashi lozim. Demak do'stlar, uni terapiyani muolajasini, ya'ni bosqichlari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchi navbatda, ya'ni ushbu dori vositani shifokor, demak, o'zi bu yangi dori O'zbekistonda hali do'stlar, hali ko'p kishi ya'ni qo'llamagan. Yevropa davlatlarida bor. Demak, ushbu dori vositani, ya'ni shprits, ya'ni steril, ya'ni shprits yordamida, demak, infuzion, ya'ni eritmaga natriy xloridga, demak, do'stlar, aralashtiradi. Demak, eritma juda, ya'ni sekin do'stlar tomchilatib yuborilishi lozim. Bu juda ham, ya'ni muhim. Demak do'stlar, tushundingizmi? Ushbu dori vositani endi dozalari ham bor-da. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsangizlar do'stlar, 1000. Bu 1000 eng kattasida bu do'stlar. Endi kichkinalari ham bor. Hozir uni rasmlarini ko'rsataman. Demak, mana bu yerda ham 1000, mana bu yerda 500 ligi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana bu yerda ham 1000, 100 ligi ekan. Ko'rdingizmi do'stlar? 100 ligi eng kichkina dozasi. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, endi bu yerdan ko'rinmayapti to'g'risi nechimligi. Mana bu yerda ham ko'rinmayapti. Mana bu yerda 1000 lik ekan. Ko'rdingizmi do'stlar? Endi ushbu dori vosita do'stlar davomiylik 1-2 soat davomida, ya'ni o'tishi kerak. Agarda nojo'ya ta'sirlari agar kuzatiladigan bo'lsa, terapiyani to'xtatish kerak, ya'ni davolash muolajasini. Demak, nojo'ya ta'sirlar o'sha bosh og'rig'i, ko'ngillanishi yoki o'sha tomir og'rig'i, ya'ni tomchilatib yuborganda yoki juda tez yuborilgan do'stlar juda ham og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni issiqlik, yurak urishi tezlashib, aritmiyaga olib keladi. Shuning uchun ushbu dori vositani qo'llashda ehtiyot bo'lish kerak. Tushundingizmi do'stlar? Bundan tashqari do'stlar, mana shu qandli diabeti bor insonlar ham nevropatolog, ya'ni shifokor, ya'ni ko'rigida ehtiyotkorlik bilan ushbu dori vosita agar qo'llanilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan qo'llanilishi lozim. Sababi bu qondagi shakar, ya'ni qand miqdorini o'zgartirishi mumkin. Tushundingizmi? Bundan tashqari Parkinsonizm, ya'ni qaltiraydigan insonlar kasalligi yoki epilepsiyaga moyil o'sha bemorlar bunda asab tizimini qo'zg'atishi mumkin va bundan tashqari autoimmun, ya'ni kasallikka ega bo'lgan, ya'ni bemorlarda ham qo'llanilishi juda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak. Tushundingizmi? Endi do'stlar, ushbu natpilus, ya'ni hujayramizda uchrovchi kofermentni nima, ya'ni mahsulotlarda uchrashi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, natpilus do'stlar,
Demak, u ya'ni vitamin B3 asosida hosil bo'ladi dedik. Demak, vitamin B3 ga yana xos, ya'ni bo'lgan mahsulotlar do'stlar bu jigar. Demak, molniki, ya'ni jigarda do'stlar mana shu vitamin B3 ko'p bo'ladi. Bundan tashqari tovuq go'shtida yoki bodomda yoki butun donli mahsulotlarda do'stlar ko'p bo'ladi. Bundan tashqari do'stlar tuxumda, sut mahsulotlari, soya mahsulotlari, bodom, yong'oqlar, kurka go'shtida eng ko'p bo'ladi mana shu vitamin B3, ya'ni NAD+. Demak, kurka go'shtini kim ko'p yesa do'stlar, qarishi sekinlashib, energiyaga boy bo'lib yuradi. Tushundingizmi? Bundan tashqari do'stlar uzumda, ayniqsa qora uzumda hozirgi do'stlar moment, ya'ni faslda do'stlar qora uzum ya'ni pishgan. Bundan tashqari yashil choyda, qora shokoladda, masalan mevalar, qorag'at degan mevada ko'p bo'lar ekan. Bundan tashqari do'stlar yashil sabzavotli, ya'ni ko'katlardan ismaloq, brokkoli yoki bo'lmasam selderida do'stlar mana shu vitamin B3 do'stlar ko'p bo'lar ekan. Tushundingizmi do'stlar? Bundan tashqari mana shu vitamin, ya'ni B3 ning ya'ni faollashtirishni ya'ni bilib oldingiz do'stlar. Endi mana shu NAD+ ni qanday faollashtirish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Qisqacha qo'shimcha, ya'ni oxirgi gaplarimiz do'stlar. Demak, siz kunlik ya'ni 7-8 soat ya'ni uxlashingiz lozim. Demak, mana shunda ya'ni uxlasangiz, hujayralar yana qayta tiklanib, o'ziga ya'ni energiya olib, NAD+ ham normaga kelib qoladi. Bundan tashqari jismoniy ya'ni faollik bilan ya'ni shug'ullanishingiz kerak. Sport bilan do'stlar. Tushundingizmi? Bundan tashqari o'zingizga ya'ni vaqti bilan ochlik ya'ni e'lon qiling, ya'ni ro'za tuting. Bu esa sizning organizmingizga juda ham ya'ni foyda beradi va NAD+ ni tabiiy ravishda ko'paytiradi. Tushundingizmi do'stlar? Shunday qilib, NAD+ dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang. Salomat bo'ling do'stlar. Agarda o'zingizda qandaydir savol tug'iladigan bo'lsa, kommentariyamizda yozib qoldirishingiz mumkin. Demak do'stlar, NAD+ dori vositasi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Sog' va salomat bo'ling.